Akalar, rangini o'zi alohida tema ekan, kattaligini o'zi vobshe boshqa tema ekan. Bestun T99 degani Bestunni kuzatadiganlar biladi. Bu juda ham katta model bo'ladi. Inomarka Namanganda juda ham shokolad narxga top qo'ydik. Bunaqa narx menimcha eng arzonida ham bo'lmasa kerak. Surishtirib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mashinamiz 2021-yil 69 ming probegida, sostaniyasi juda ham go'zal. Elektropaket, o'rindiqlar, salon holatlarida juda ham chiroyli tutilgan, panorama tomlari bor. Mashina juda ham keng mashina. Bu 4 tala balon tortadigan qilsa ham bo'ladi. Bestun T99 ni haydaydiganlar juda ham yaxshi biladi. Mashinani orqalari juda ham keng, haqiqatdan ham keng. Men qana bemalol yugurib yursangiz bo'ladi. Ayniqsa menga o'xshagan ixcham bo'lsangiz, vobshe harakatlana olsangiz bo'laveradi. Akalar, bu Bestun T99 ni narxini taxmin qilib turing. Taxmin qilganingizdan ham arzon aytadigan bo'lsam, bitta like bosib, yaqin do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'yasiz. Narxi 18.500 dollarga tushirib qo'ydik. Top-toza mashina, kredit yo'q, bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Tez bosib yuboring.